Kartoshka free porsiyasi 2,5 quta sigaretdan ham zararliroqmi? Telegramda yana qo'rqitishmoqda. Go'yoki bitta porsiya kartoshka free chekishdan ham zararli emish. Bu albatta Toshkentning iflos havosidan emas, lekin gap shunday aytilyaptiki, freeni pasport bilan sotish kerakdek. Biz buni tekshirdik. Darhaqiqat, mahsulotlar yuqori haroratda qovurilganda akrilamid deb ataladigan kanserogen modda hosil bo'ladi. Xalqaro tashkilotlar uni ehtimoliy xavfli modda sifatida baholaydi. Ammo muhim jihat bor. Bu xulosalar hayvonlar ustida o'tkazilgan tajribalarga asoslangan. U yerda qo'llangan dozalar odam ovqat orqali oladigan miqdordan yuzlab barobar yuqori bo'lgan. Hozircha ovqat tarkibidagi akrilamid bilan odamda saraton rivojlanishi o'rtasida bevosita bog'liqlik isbotlanmagan. Xulosa, kartoshka free sigaretlar emas, ammo yog'li ovqatlar ortiqcha vazn yig'ishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yeyish mumkin, lekin har kuni emas. Factcheck.uz boshqalar qo'rqayotgan paytda biz ularni tekshiramiz.